Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu kalimani o'rgatdilar. Namuna bo'ldilar. Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Alloh o'zi marhamat qilib aytayapti. Sizlarni biz imtihon qilamiz deyapti. Qarang, imtihonligini isboti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ biz sizlarni imtihon qilamiz. Qanday imtihon? Alloh aytayapti. Bir shay'in minal xavf. Sizlarga xavf solishlik bilan imtihon qilamiz. Xavf ham bir imtihon. Mana shu xavf solinganda, qalbiga xavf tushganda, biror narsadan qo'rqqanda, buni imtihon deb qabul qilib, Allohning yordami bilan mana shu xavfdan chiqib ketishlikni Allohdan so'raladi. Val-ju' ochlik bilan, ya'ni qiyinchilik, mushkullik bilan imtihon qilib ko'ramiz deyapti Alloh taolo. Va naqsi minal amval, mol dunyoyizni kamaytirishlik bilan imtihon qilib ko'ramiz. Val anfus, o'zlaringizni ichlaringizdan jigar go'shalaringizni, ota-onalaringizni, aka-ukalaringizni, ba'zan shirindan shakar farzandlaringizni olib imtihon qilib ko'raman deyapti Alloh. Bir xilgi insonlar noto'g'ri talqin ham qiladiki, biror bir odamning boshiga birdan bir musibat tushib qolsa, bir falokat uchrab qolsa, yo birdan aytaylik badavlat odam inqirozga uchrab qolsa, kasal bo'lib qolsa, qandaydir bir qiyinchilikka tushib qolsa, ba'zan aytamizki, ha, o'zi haddidan oshib ketuvdi-da. O'zi bundoq bo'luvdi-da. Bu Allohning ko'rsatishi shunaqa bo'ladi. Yo birodar, Alloh taolo faqatgina bir insonni yomon bo'lganligi uchungina imtihonga solmaydi. Kim boshiga qiyinchilik tushayotgan bo'lsa, u yomon inson bo'lganligi uchun bu holatga tushmayapti. Ushbu imtihonlar meva-chevalarni kamaytirishlik, qurg'oqchilik berishlik. Ya'ni har xil xavflarni mana Alloh o'zi Qur'onda aytib turibdi. Mana shunaqa holatlar bilan sizlarni imtihon qilamiz deyapti. Va orqasidan va bashiris sobirin. Ana o'sha boshiga shu musibatlar, mana shu sinovlar tushib turganda sabr qilib turganlarga bashorat bering, xush xabar bering deyapti. Jannat xush xabarini bering deyapti. Bu musibatlar kelgan mahalda banda sabr qilib nima deyish kerak? U inson inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu istirjo kalimasi azizlar. Bu kalima eng dunyodagi inson mu'min bandani qalbiga eng katta rohat olib keladigan kalima mana shu. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz. Har qanday boshiga qiyinchilik tushganda birinchi aytadigan kalima shu bo'ladi.